Allah'ın Eş-Şehid degan ism sifatlari to'g'risidagi tafsirlar. Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tövəndə dehqonlarga Ustad Abduvali Qori rahimahullohning Qur'on va sunnat nuri ostida Alloh subhanahu va taolaning go'zal ism sifatlarining qisqacha tafsirlari darsliklaridan Allohning Eş-Şehid degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. Ba'da a'udhu billahi minash-shaytonir-rojim. Allohning Eş-Şehid degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Allohning bu ism sifatlari Qur'onda 18 yerda tilga ilingan. Ya'ni Sura Haj 17-oyatida tarjimasi mu'minlar, yahudiylar, yulduzlarga cho'qing'ichilar, nasaralar, majusilar, ya'ni otaşparastlar va mushriklar uchun qiyomat kuni Alloh haqiqatan hukm chiqaradi. Ya'ni Alloh mu'minlar bilan mazkur 5 firqa orasida to'g'ri hukm chiqarib, mu'minlarni jannatga, kuffarlarni do'zaxga kirgizadi. Alloh haqiqatan hamma narsani ko'rib turg'uchidir. Eş-Şehid ma'nisi al-alim ma'nisiga o'xshab bog'lanib keladi. Ammo farqi shuki, ilm agar g'ayib olimiga bog'lansa, ya'ni bizning ko'zlarimizdan g'oyib bo'lgan narsalarni bilguchi zotni al-Xabir deb o'rgandik. Xuddi shu ko'zimizga ko'rinib turgan narsalarni shahodat olimiga iste'mol qilsak, Eş-Şehid sifatini bildirdi. Mutlaq g'ayb va shahodatni bilguchi zot desak, al-alim ma'nosini bildirdi. Eş-Şehid Alloh subhanahu va taolo har bir narsaning guvoh, shahid bo'lguchisidir. Bende Allah subhanahu va taolaning Eş-Şehid sifatini bilib, Allah subhanahu va taolaning her bir qilayotgan amallarining shahidi ekanligini bilgandan keyin o'zining amallarini Alloh shahid bo'lib turibdi deb shuningga loyiq harakat qilish kerak. Bundan boshqa Alloh subhanahu va taolo o'zi shahiddir. Bende o'zining qilayotgan amallariga biror shahid yo'q deb o'ylab qolmasin. Alloh subhanahu va taolo har doim bendening qilayotgan amallariga shahiddir. Qur'on va hadislarda Alloh subhanahu va taoloning bu ism sifatlariga aloqador tuvendiki mazmunlar tilga ilingan. Sura An'am 19-oyatida tarjimasi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, mening payg'ambarligimning rostligi uchun qaysi narsa eng cho'ng guvoh? Aytqinki, Alloh men bilan sizlarning oranglarda guvohdir. Manga Allohning guvohligi kifoyadir. Bu Qur'on manga sizlarni va qiyomatgacha Qur'on yetgan kishilarni ogohlantirish uchun vahiy qilindi. Ey mushriklar, sizlar Alloh bilan barobar boshqa iloh bor deb cho'qim guvohlik beramsizlar? Ularga aytqinki, men bundaq deb guvohlik bermayman. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, u haqiqatan bir ilohdir. Sizlar shirik keltirgan butlardan men haqiqatan ado judaman. Sura Al-Imron 18-oyatida tarjimasi: Alloh adolatni barpo qilgan holda guvohlik berdiki, uningdan boshqa ibodatga loyiq hech ma'bud barhaq yo'qdir. Farishtalarmu, ilm ahlilarmu shunday guvohlik berdi. Uningdan boshqa ibodatga loyiq hech ma'bud barhaq yo'qdir. U g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Sura Al-Imron 169-oyatida tarjimasi: Allohning yo'lida shahid bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmag'in. Balki ular tirik bo'lib, Allohning dargohidagi rizqdan bahramand qilindi. Ya'ni
cennetning ne'matlaridan atigan oqshomda mangulik rizqlantirib turildi. Sura Baqara 143-oyatida tarjimasi shuningdek, ya'ni sizlarni islomga hidoyat qilgandek, kishilarga, ya'ni o'tganki ummatlarga shahid bo'lishinglar uchun va payg'ambarning sizlarga shahid bo'lish uchun biz sizlarni yaxshi ummat qildik. Sen yuz keltirib kelayotgan tarafni, ya'ni Baytul Muqaddasni qibla qilganligimiz payg'ambarga agashganlarni osiylik qilganlardan, ya'ni murtad bo'lib ketganlardan ayırı bilişimiz üçünla idi. Allah hidayet qilganlardan başqalarga bu, yani kıblenin özgertilişi hakikaten ig'irdir. Allah sizlarning imaninglarni, yani ilgiri Baytul Muqaddasga qarab o'qigan namozinglarni bekor qilib o'tmaydi. Allah kishilarga hakikaten mehribondir, eng kuyimchandir. Sura Zuhruf 86-oyatida tarjimasi ularning Allohni qo'yib cho'qingan narsalari shafaat qila olmaydi. Faqat haq bilan guvohlik bergan, ya'ni la ilaha illalloh degan tili bilan aytganni dili bilan haqiqiy bilganlar buningdan mustasno. Sura Taloq 2-oyatida tarjimasi ularning iddati to'shqan chaqda ular bilan chiroyliqcha yenishinglar yoki ular bilan chiroyliqcha o'zlashib ketinglar. Yenishgan, ajrashgan chig'inglarda aranglardan ikki odil guvohchini guvoh qilinglar. Alloh uchun to'g'ri guvoh bo'linglar. Buning bilan, ya'ni bu hukm bilan Allohga va oxirat kuniga iymon etgan kishiga va'z nasihat qilindi. Kimiki Allohdan qo'rqadi ekan, Alloh uningga chiqish yo'li berdi. Sura Baqara 283-oyatida tarjimasi agar sizlar safar ustida bo'lib xat yoza oladigan odamni topolmasanglar, bu chaqda qarz hujjati yezib berishning o'rniga go'ri qo'ydigan narsani topshirsanglar bo'ladi. Aranglarda biringlarga ishinib omonat qo'ysa, u chaqda omonatni og'uchi odam omonatni topshirsin. Ya'ni qarz berguchi qarz olg'uchiga ishinib, uningdan bir narsani go'ri olmasa, qarzdor qarzni deyishgan vaqtida qaytirsin. Qarzdor omonatga rioya qilishda Rabbidan qo'rqsin. Guvohlikni yo'shirmanglar. Kimki uni yo'shirdi ekan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Allah qilmishinglarni tamoman bilgichidir. Sura Haj 30-oyatida tarjimasi Haj ibadati ana shudir. Kimiki Allohning dinining ahkomlarini ulug'lasa, ya'ni haj jarayonida Allohning buyurganlarini bajo keltirib, man'i qilgan ishlardan cheklansa, bu Rabbining dargohida uning dunyo va oxiratlik uchun yaxshidir. Sizlarga chahar paylardan Qur'onda haromligi bayon qilinganlardan boshqalari halol qilindi. Sizlar butlardan iborat nejisdan saqlaninglar. Yolg'on guvohlik berishdan saqlaninglar. Sura Yunus 61-oyati tarjimasi sen qaysi holatda bo'lmagan, Qur'ondan qaysi narsani o'qimagan, sizlar qaysi bir ishni qilmanglar, uning bilan bo'layotgan vaqtinglarda hamon biz sizlarni kuzatib turamiz. Osmon zimindagi zarra chaqliq narsa va uningdan kichik yoki cho'ng narsa bo'lsin, hech qaysisi Allohning bilishidan chetda qolmaydi. Ularning hammasi Lavhil Mahfuzda xotirlangandir. Alhamdulillah. Yuqorida Allah subhanahu va taolaning Ash-Shahid degan ism sifatining tafsirini angladinglar. Kelar qitimda Allah subhanahu va taolaning Al-Xoliq degan ism sifatlar haqidagi tafsirlarni anglaysizlar inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.